Kechasi yaxshi uxlamayapsizmi? Unda stomatologga boring. Har kun tunda uxlamayapsiz yoki uyg'onib ketasiz. Uyg'onganingizda ham jag'iz charchagan va ko'p holatlarda og'rigan bo'lib turyapsiz. Siz buni stress yoki ko'p charchagan bo'lsam kerak, ko'p ishlagan bo'lsam kerak deb o'ylaysiz. Lekin aslida buni asosiy sababi aynan og'izda, to'g'rirog'i tishlaringiz va jag'laringizda yashiringan desamchi. Bugun mana shunday sabablarni 3 tasi bilan gaplashamiz. Uyqusizlik qanchalik keng tarqalgan muammo bo'lishiga qaramasdan, odamlar ko'pincha buni hech qachon stomatolog bilan bog'lashmaydi. Birinchisi bu bruksizm deyiladi. Ya'ni bruksizm tishlarni kechqurun g'ichirlatish. Bu g'ichirlatishning juda ham ko'p sabablari bo'lishi mumkin, lekin eng keng tarqalgan sabablardan bittasi bu stress va asabiylashish bo'ladi. Ko'p holatlarda mana shunday vaziyatda kechqurun odamchilik juda ham qattiq g'ichirlatadi. Buni hattoki yon atrofdagilar ham yaxshiroq va balandroq sezadi. Bu nafaqat tishlarni yemirilishiga, balkim mushaklarni ham charchashga olib keladi va bu esa ertasi turgan odam horg'in, charchash bo'lishi va bo'g'imlarda va ayniqsa mushaklarda va yuzlarida og'riqlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, bu jag' bo'g'imidagi qirsillashlar. Odatda bunday jag' bo'g'imidagi qirsillashlar boshida og'rimasligi mumkin yoki faqatgina qirsilladi, bo'ldi, ovoz chiqdi, bo'ldi bo'lishi mumkin. Lekin aslida bu katta muammoga eng birinchi belgi hisoblanadi. Boshda og'rimasligi mumkin, lekin qirsillash bir kun kelib yo'q bo'lib qolishi mumkin. Mana shunday holatda bo'g'imdagi disk holati o'zini qaytmas jarayoniga o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Bu esa keyinchalik jag'laringiz ochilmay qolishiga, ovqatni yaxshi chaynolmasligingizga va qolaversa umuman gapira olmaydigan holatga kelib qolishi mumkin. Uchinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, bu eng keng tarqalgan, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydigan bu jag'larning tor bo'lishi yoki ko'proq aytganda tishlov, ya'ni prikusni noto'g'ri bo'lishi. Ko'p holatlarda biz mana shu prikus noto'g'ri bo'lishiga yaxshi e'tibor bermaymiz. Bu esa jag'larni yaxshi rivojlanmaganligiga, qolaversa tilni o'z o'rnida emas, balkim boshqa joyda bo'lish hisobiga havo yo'lini to'sib qo'yishiga, bu esa kechki apnoya, ya'ni uyqu apnoyasini chaqirishiga olib keladi. Ya'ni bunda bemor o'z-o'zidan uyg'onib ketishi yoki nafas yetishmaydigandek xususiyatlar paydo bo'lishiga olib keladi. Bularni eng katta keltirib chiqargan sababi esa aynan tishlovni noto'g'ri bo'lishi, ya'ni prikus noto'g'ri bo'lishi. Shuning uchun bunday vaziyatlar bo'lgan holatda darhol stomatologga uchrashish kerak bo'ladi. Uyqu apnoyasining eng katta xavflaridan bittasi bu sizga doimiy ravishda kislorod yetishmasligi oqibatida miya tezroq charchaydigan. Nafaqat miya, balki kislorod zarur bo'lgan butun organizm to'qimalari va eng muhimi bunga eng ko'proq talabgor bo'lgan organ bu miya hisoblanadi. Ya'ni siz doimiy charchovda bo'lasiz. Miya yaxshi konsentratsiyaga ololmaydi, diqqatingizni joyiga jamlay olmaysiz. Nimadir o'rganmoqchi bo'lsangiz yaxshi o'rgana olmaysiz. Hattoki parishon xotir, ya'ni ichingizdan nimadir chiqadigan holatda o'ta charchagan holatlari bo'lishi mumkin. Va bularning hammasi sizni uyqusizligingiz, ya'ni uyqu apnoyasi borligidan kelib chiqishi mumkin. Keling endi bunlarni qanday yechim berish mumkin? Lekin yechim berishdan oldin biz eng avvalo, eng muhim jihat aynan sababchisiga e'tibor berishimiz kerak. Bu muammolarning asosiy sababini aniqlash eng muhim hisoblanadi. Chunki biz sizga sanab o'tgan hozir muammolarning asosi ko'pi bular oqibat hisoblanadi. Lekin mana shunday belgilar paydo bo'lishni boshladimi, bilingki sizni keyinchalik bundan ham kuchliroq va bundan ham murakkabroq va eng muhimi bundan ham og'irroq muammolar kutib turgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda siz darhol stomatologga uchrashingiz kerak bo'ladi. Nima uchun? Chunki stomatolog bunday vaziyatda chuqur diagnostika o'tkazadi. Chunki oqibat bilan emas, balkim biz sababchisi bilan, ya'ni nima sabab bo'ldi, aynan shu narsani yechishga o'zimiz bor e'tiborimizni qaratamiz va shu asnosida biz siz uchun aynan mos bo'lgan kompleks davolash rejasi tuzib beriladi va o'shandagina sizda mana shuni yuqori sanab o'tilgan va boshqa bundan tashqari bo'lgan muammolarni oldi olinadi va sizni hayotingiz yana ham yaxshi, o'zingizga ishongan va eng muhimi tishlaringiz sog'lom holatda bo'ladi. Bunday muammoni umuman kechiktirib bo'lmaydi. Agar sizda ham mana shunday muammolarning birorta bir belgilari paydo bo'la boshlagan bo'lsa, unda tezroq vaqtni o'tkazmasdan konsultatsiyaga yoziling. Chunki biz aynan tekshiruv o'tkazib, bundan ham og'ir muammolarni oldini olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shuning uchun pastda havola qoldiraman. Ushbu havolada siz o'zingizni ism, familiyangiz, ma'lumotlaringizni qoldiring. Biz siz bilan bog'lanib, konsultatsiyada sizning muammolaringizni eng muhimi ishonchli, sifatli va professional hal qilamiz.